Yagona darchani domidan uy olaman deganlarga zo'r variant chiqdi do'stlar. Qarang, mana shu eshikdan kirib kelamiz. Tayyor kvartiramiz, hamma narsalari bor. Shuni kiramiz va yashaymiz. Hech narsa qilish shart emas. Polnotsenniy 3 xonali katta kvadrat. O'zi kvartiramiz ham juda keng ekan, patologlari baland, zamonaviy ta'mirlar, hujun mebelchamiz bor. Освещениyalarni zamonaviy qilgan ekanlar. To'g'rida oshxona bor. Oshxonani oxirida olamiz. Xo'p, mana bu koridor bilan xonalarga boramiz. Koridorda sanuzilimiz bor, ikkita. Sanuzilimiz qarang, mana bu yerda alohida hojatxona, to'liq kafel qilingan. Hop, va bu yerda ham hojatxona, ham dushevay kabina, ham mana bunaqa vannasi bor ekan. Deyarli hamma narsani shu yerga qo'ysa bo'lar ekan. Joylari ko'p. Kirush mashina, sushilka, boshqa texnikalarni shu yerga qo'ysa bo'lar ekan. Xo'p, sanuzillarimizni ko'rib chiqdik. Xonalar mana shu yerga joylashgan 3 ta. Mobiydagi xonamiz, kattalarga yotoqxona. Hop. Hozir hech kim yashamayapti. Ozgina yashagan, deyarli yap-yangi turibdi. Konditsioner bor ekan. Uyimizda hech narsa qilish shart emas. Mebel, texnika, zamonaviy narsalar hammasi muhayyo qilingan. Xo'p. Koridorda mana bu yerda shkaf qilingan, garderobni shkaf. Uni orqasida ham shunaqa xonacha bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Mehmonxonamiz navbatdagi xona, kattagina ekan. Skvozna desak bo'ladi. Ikkala tomonga deraza, bu ham juda zo'r narsa, yorug'lik hamda toza havo. Bu xonada ham konditsionerimiz bor, mebel, marhamat, televizorimiz bor ekan. Uyimiz to'liq tepli pol, laminat qilingan, zamonaviy lyustralar. Hech narsa qilmaysiz, kamchiligi yo'q desa ham bo'ladi. Bitta kamchilik shu narxida bo'lishi mumkin va hamda kvadratiga bo'lishi mumkin. Oxirgi xonamiz bolajonlarga yotoqxona, ikkita bolajon uchun sharoit bor ekan. Mebellar marhamat qilingan, derazamiz bor. Bezgulxo'y kvartiramiz, hamma xonada deraza bor. Juda planirovkasi ajoyib tarzdagi kvartirani sotuvga chiqarganlar. Hop, hozir oshxonani ko'rib chiqamiz. Hop, oshxona qismimizni ko'ramiz. Mana koridorda katta oyna bor ekan, bu ham zo'r narsa. Xo'sh. Boyagi xonacha bor dedim amiga. Bu kladovkacha. Bu ham kvartiraga juda kerakli bo'ladigan narsa. Kirush mashinani shu yerga qo'ygan ekanlar. Lekin banka sankalarimizni shu yerga qo'ysak bo'lar ekan. Kirush mashinani sanuzilga olib kiramiz, chunki joyimiz juda katta edi. Oshxona qismimiz texnika, mana bu yerga tarafga mebellar yasaganlar. Ovqatlanish zona, ovqat pishirish zona, marhamat derazamiz bor. Tashqarini ko'rib o'tamiz. 11-qavat, manzara shunchaki ajoyib do'stlar. Pastda mahalla, yagona darchaning domini ko'pchilik biladi. Parkovka qismlari bor, liftlari bor, hammasi chiplik. Begonalar kirmaydi. Havo tozalaydigan ventilyatsiya, hamma narsa bor. Zamonaviy texnikalar. Xo'p. Marhamat, sekinlik bilan texnika mebellarni ko'rsatamiz. Hech qanaqa kamchilik yo'q dedim. Mana shu yerga tepli polni bunaqasi bo'lishi mumkin. Ha, marhamat, pechkasi shu yerda ekan. Tepli pol, hamma xonada tepli pol, radiator yo'q ekan. Tepli polni qishda ozgina yoqib qo'ysangiz ham bunaqa kvartirani qo'pol qilib aytganda mayka bilan yursa ham bo'ladi. Mana shunaqa kvartiramiz. Bitta podyezdni ham ko'rib o'tamiz. Podyezdlar katta. Marhamat, keng, toza, ozoda. 11-qavatda joylashgan kvartiramiz, polnotsenniy 3 xonalik. Narx-navo boshqa ma'lumotlarni pastda yozib qoldiraman. Qiziqqanlar tezlik bilan aloqaga chiqamiz. Umumiy maydonimiz do'stlar 112 kvadrat, mana shu kvartiramiz 11-qavatda dedim. Hamma narsa muhayyo qilingan. Mana shu domda kvartira olib yashayman deb orzu qilgan odamlarga bu videoni tashlab qo'yamiz. Pastdagi nomerlarga zudlik bilan aloqaga chiqamiz. Xo'p, narxini kvadratiga $1000 so'rayaptilar. Savdo albatta bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.